Hosildorligi yuqori. Hosildorligi juda yuqori. 9 tonnagacha olganman aka. Yotib qolish juda ehtimol past ekan aka. Hozir bu yerda Samarqand viloyati Bayaq tumanida Obid akani dalasidamiz. Bu yerda tritikali ekilgan, 18 gektar maydonda ekilgan. Shunday. Qachon ekdingiz Obid aka buni? Oktyabrda 20sida ekkanman. Tritikali eng optimal muddati, ekish optimal muddati 5-oktyabr bilan 25-oktyabr oralig'ida ekilishi kerak. Iloji bo'lsa shu oktyabr 10larida ekilsa, undan keyin bir 5 kun 10 kun chiqishiga ketsa, juda ham optimal muddatda ekilgan bo'ladi. Bu yerda qanaqa agrotexnik ishlovlar qilindi Obid aka? To'liq qilindi boshida. Keyin urug' dorilangan edi. Fungisidga qarshi dorilangan urug'dan 220 kilodan sepdik. Enro bilan sepdik, jo'yagisidan olib. Amofos berolmadik lekin. Amofos berolmadik. Azotli o'g'it, karbamid 200 kilodan bahorda berdik. Keyin o'tga qarshi suspenziya qildik. Obid aka, siz necha yildan beri ekyapsiz tritikaliga? 4 yildan beri. 4 yildan beri. Qanaqa o'zingizda bir tritikaliga munosabatingiz? Birinchi o'rinda zang tushmas ekan. Hasharot, boshqa kasalliklarga o'ta chidamli. Keyin hosildorligi yuqori. Endi yerda qanday ishlov berishga bog'liq agrotexnikasiga. Agar yaxshiroq ishlov berilsa, misol 400 kilo, 500 kilodan amofos berib, 300 kilodan amofos berib, 700 kilodan slitra bersa, 100 dan ziyod bemalol aka potensial bo'layotganda bular. Hosildorligi juda yuqori. O'rtacha hosildorlik yiliga qanchadan olasiz? Aka, birinchi yillar ekkanimda 8,5 tonnadan olganman gektarga. Keyin 9 tonna ham olganman. Endi bu asosan Qodir aka chorva oziqasi uchun, parrandaga juda bizlar uchun mos keladigan bug'doy navi hisoblanar ekanda. Somoni ham o'zimizni men bug'doylarga qaraganda 150-200 ta ziyod aka. Somon o'rtacha. Somon 450 tadan berar aka. 450 tadan. NS 40 dan 550 tagacha olganman aka. Somon aka. O'sha 75-80 lik aka. Shamollarda yotib qolishga bo'lgan narsalar hech aka, bu narsani umuman ko'rganim yo'q. Mana tanasi aka qamishday turibdi buni. Shunaqangi qattiq yotib qolishi umuman unaqa narsa. Mana necha yildan beri eksak, hali qancha bizlarda juda kuchli ham shamol bo'ladigan vaqtlar bor aka. Suv qo'yganimizda ayniqsa, bu unaqa yotib qolish boshqa. Bu nima? Bu nafaqat tritikal. Sizlardan olgan misol arpa urug'imiz ham aka. Navasatga 565, keyin NS 40 navi bug'doy navlaringiz ham, ular ham yotib qolish juda ehtimol past ekan aka. O'zimizda bug'doylardan ekkanman, arpalarimiz ham, bug'doylarimiz ham juda ko'p yotib qolar. Hosildorlik juda keyin pastga tushib ketar edi aka. Mana 4 yil, 5 yildan beri mana shu kompaniyalaringizdan olib, Xudoga shukr, baraka topyapmiz aka. Yaxshi, bu yil Xudo xolasa mana tritikali dalalaringiz ham juda yaxshi. Begona o't deyarli yo'q, toza dala. Bug'doylarning bo'ylari bir xil, tritikali bo'ylari hammasi yaxshi joy-joyida. Xudo xolasa barakasini bersin dehqonchiligingizga. Rahmat aka, sizlarga ham Xudo baraka bersin. Xudo xolasa birga ishlasak, Obid aka, hali biz yana bir yangi urug'larni ustida ishlayapmiz hozir. Yangi urug'larni, shu tritikali yangi urug'lari, arpa, bug'doylarning yangi urug'larini sinov qilyapmiz. Nasib qilsa kelajakda shu sinovga yaxshi o'tsa, ularni ham ekasiz, Xudo xolasa nazar qilib. Xudo xolasa. Semichka urug'laringizdan ekdik. Kunga boqar. Maydonda ekdingiz uni ham. 130 gektar ekdik suvli yerga. O'rtacha 4 tonnadan hisoblab oldik. Yog'dorligi juda zo'r. Uni ham Xudo xolasa nasib qilsa 2026 ga rejalashtiryapmiz. Xudo xolasa semichkani ham. Semichkani shu yangi urug'lari chiqqan, ularni ham Xudo xolasa bir ekib ko'rasiz nasib qilsa. Rahmat, barakatli bersin.